Fura haydashga juda ham ko'pchilik qiziqadi. Direktim bilan ko'ldirib yubordinglar. Shogird olmaysizmi? Juda ham ko'pchilik yozdi. Sizlar ko'pchilik men bir o'zimman. Hammani shogird ololmayman, lekin menda bitta taklif bor. Menimcha sizlarga ham bu ma'qul keladi deb o'ylayman. Qaranglar. Mana shu videoni kommentariyasiga biror bir so'z yozasizlar, eng ko'p like yiqqan insonni bir haftada bir marta mana shunaqa mashina ortib safarga olib chiqaman o'zim bilan. Safarda sizlar nima o'rganasizlar? Safarda mana shunaqa mashinalarni yuklashi, tushirishi, bemalol avtovozni boshqarishi, unaqa qiyin emas avtovozni boshqarish. Men bir reysi o'zida osongina o'rganib oldim. Sizlar ham xuddi mana shunaqa avtovozni boshqarishni sizlar bir reysi o'zida ham o'rganib olasiz. Hamma xarajatini o'zim qoplayman. Haftada bir marta bir dona shogird olaman. Vohaga ham yoki vodiyga qayerga yukimiz chiqsa, birga borib, xudo xolasa, avtovozni o'rgataman. O'zim bilganlarimcha, unaqa ustoz professional emasman, lekin bilganlarimcha o'rgataman. Sizlarga nima foyda? Sizlarga bemalol mana shu avtovozni boshqarishni o'rganasizlar. Undan tashqari hamma xarajatini o'zim qoplayman. Sizlardan bitta sharti mana shu pastda ikkita profil atmetga qilib qo'yaman. Obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va menga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda safar davomida qanaqadir qiziq holatlar bo'ladigan bo'lsa, bitta kollaboratsion post qo'yamiz. Ular kollaboratsiya qilib sizlar bilan post qo'yamiz. Nasib bo'lsa har hafta bitta shogird olib, o'zim bilan olib borib, mana shunaqa mashinalarda yuk tushirib kelamiz avtovozda. Yutish imkoniyatini oshirish uchun mana shu videoga kommentariyasiga biror narsa yozasiz-da, istoriyaga qo'ysangiz, tanishlaringiz ko'rib ko'proq like yig'iladi.